Gulistondagi ovqatlanish shoxobchasida ro'y bergan fojia mana bir necha kundurki ijtimoiy tarmoqlarda kun mavzusiga aylanyapti. Bugun mas'ullar tomonidan ushbu baxtsiz hodisa nima sababdan ro'y berganiga aniqlik kiritildi. Oshxonadagi mazkur voqea 3 kishini bevaqt hayotdan ko'z yumishiga, 20 dan ortiq fuqarolarni jiddiy jarohatlanishiga sabab bo'ldi. Biz bu haqda dasturlarimiz orqali xabar berdik. Bugun Ichki ishlar vazirligi o'zining rasmiy Telegram kanalida xabar berishicha, joriy yilning 2-dekabr kuni soat 10:50 larda Guliston shahar Taraqqiyot mahallasi hududida joylashgan MChga qarashli umumiy ovqatlanish shoxobchasi oshxonasida mavjud bo'lgan o'choqqa yong'in xavfsizligi qoidalariga zid ravishda ulangan 50 litr hajmdagi suyultirilgan propan gaz ballonidan sizib chiqqan uglevodorod gazi va havo aralashmasining chaqnashi oqibatida portlash yuzaga kelgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 192, 257, 259 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, MCh mansabdor shaxslarning 3 nafari protsessual tartibda qamoqqa olingan. Hozirda Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti boshlig'i boshchiligida hamkor idoralarning mutasaddilaridan tashkil topgan tergov guruhi tomonidan barcha zaruriy tergov harakatlari amalga oshirilmoqda. Ayni vaqtda tergov jarayoni nazoratga olingan bo'lib, yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi hamda jamoatchilikka axborot beriladi, deyiladi rasmiy munosabatda. Hurmatli fuqarolar, har doim yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qiling. Biz yana bir bor ushbu fojiada vafot etgan marhumlarning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Jarohat olgan bemorlarni esa tezda sog'ayib ketishini tilaymiz.